Yusufni olib kelish uchun bizga arava va taxtiravon kerak. Shoshiling, ketdik. Hayda. Nima bo'ldi? Karimxo'p janoblarini yana qaysi shamol Zavira zindoniga boshlab keldi? Biz Yuzarsifni olishga keldik. U ozod. Fir'avn Amenxotep uni ko'rishni xohlaydi. Siz Yuzarsifni endi ko'rmaysizlar demoqchimisiz? Nima, uni zindonda abadiy qolishini xohlayapsizmi? Yo'q. Uni ozod bo'lishini xohlayman, lekin undan ajralish men uchun oson emas. Menimcha, mahbuslarning hech biri Yuzarsifdan ajralishga toqat qilisha olmaydi. Mahbuslar va soqchilar Yuzarsif tufayligina hozirgacha Zaviraga chidashgan. Yaxshi, mayli. Karimxo'p janoblarini Kedamen janoblarning yoniga olib boring. Yuzarsif kimligini ko'raylikchi. Yaratganning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Sizga ham Xudoyimning salomlari. Karimxo'p janob oliylarga salom. Nima bo'ldi, Narus? Sizni hukmdor Amenxotep huzuriga olib borishga keldik. Sizni kuzatib borish uchun saroy qo'riqchilari, qo'mondon Karimxo'p janob oliylari keldi. Menga qilingan tuhmatdan juda xafaman. Menga qo'yilgan ayblov olib tashlanmagunicha zindonni tark etmayman. Ammo Fir'avn sizni ozod qildi. Fir'avn avval menga qilingan tuhmatni olib tashlasin. Meni oqlasin. Aks holda menday xoin uchun zindondan boshqa joy yo'q. Xavotir olmang. Fir'avn sizni kechirdi. U sizni qo'llab-quvvatlaydi. Albatta sizni qo'llab-quvvatlaydi. Menga uning kechirimi kerak emas. Chunki ular odatda aybdorni kechirishadi. Dono va halol Yuzarsifga qilingan tuhmatni qanday olib tashlash mumkin? Hukmdoringizning yoniga boring va unga qo'llarini kesgan ayollarning hikoyasini o'rganishni ayting. Garchi mening Xudoyim ularning menga qarshi fitnalaridan xabardor. Siz bu imkoniyatdan foydalanishingiz kerak. Sizga qilingan tuhmatni hisobini so'rashingiz mumkin. Siz ozodligingiz haqida o'ylang. Siz Amenxotepni himoyasi ostida bo'lasiz. Bu yetarli emasmi? Sizningcha Amenxotep xoinni qanchalik himoya qila oladi? Amenxotep saroyida xoin kimsa qanday mavqega ega bo'ladi? Unda Narusga Zulayho haqida hamma narsani Fir'avnga aytib berishini ayting. Zulayho qilgan ishi uchun albatta jazolanishi kerak axir. Ularning ismlarini zikr qilish to'g'ri emas. Ular ko'p yillar davomida menga mehribon edilar va meni parvarishlab katta qilishdi. Ha. Ular sizni yana ko'p yillar zindonda saqlashdi. Umid qilamanki, sizning bu fidoyiligingizni qadrlashadi albatta.
Ayollarni qo'llarini keskani haqidagi hikoya qanday edi? Qanday ayollar edi ular? Fir'avnga faqat ayollarning qo'lini kesib olgani hikoyasi nima bo'lganini ayting. Shunda ayollar o'z-o'zidan oshkor bo'ladi. Misrning saroy aholisi va ko'plab odamlar bu voqeani hali ham eslashadi. Yaxshi. Biz yana bo'sh qo'l bilan qaytar ekanmiz-da. Ko'rishguncha. Yaratganga omonatsiz. Yaxshi boringlar. Koshki ular bilan ketsangiz. Amenxotepga hamma narsani aytib berib, Zulayxodan qasos olsangiz edi. Xavotir olmanglar. Ular tez orada qaytib kelishadi. Bunaqasini eshitmagan edim. Biz ozod qilmoqchi bo'lgan aybdor uni zindondan chiqarishimiz uchun shart qo'yyapti. Shunaqami? Shunday hojam. U janobi oliy hazratlaridan ayollarning qo'llarini kesgan voqeasini tekshirishni so'radi. Bu qanday voqea? Qaysi ayollar? Kimdir biror narsani biladimi? Ha, janob oliylari. Gap nima haqida ekanligini bilaman. Agar ruxsat bersangiz, o'sha ayollarni bu yerga olib kelsam. Zudlik bilan olib keling. Men hamma narsani bilishni istayman. Amringiz bosh ustiga. Putifar qanchalik xafa bo'lganini payqadingizmi? Menimcha bu Yuzarsifni zindonga tashlanishi sababiga aloqador bo'lsa kerak. Bu voqea ko'p yillar oldin sodir bo'lgan. Putifarning rafiqasi Zulayxo quli Yuzarsifni yaxshi ko'rardi. Huzurimga Zulayxo xonim va Rodamonni chaqirib keling. Putifar janoblari Zulayxo xonim bilan gaplashmayotgandi. Hech nimaga tushunmadim. Men Yuzarsif tufayli qo'llarini kesgan ayollarni ismini bilishni xohlayman. Ularni ismini nima qilasiz? Fir'avn seni va o'sha ayollarni huzuriga chaqirdi. Zulayxo va Karimamo ismini tilga olgan ayollarni bugun shu yerga olib borishim kerak. Bu Fir'avn Amenxotepning buyrug'i. Nega? Nima bo'ldi? Nega ular saroyga chaqiriladi? Nega Fir'avn ularni ko'rishni xohlayapti? Fir'avn Yuzarsifni ozod qilishga qaror qildi, lekin u uni qabul qilmadi. O'zini oqlanishini xohlayapti. Amenxotep bu ayollarni Yuzarsif aybdormi yoki yo'qligini bilish uchun chaqirtirdi. Men u sud o'tkazishni xohlayotganiga shubha qilmayman. Sud jarayonimi? Siz hech qachon Yuzarsifni hikoyasi yana oshkor bo'ladi va bir kun kelib o'tmishdagi aybingiz uchun sud qilinadi deb o'ylamaganmisiz?
Men bu sharmandali holga loyiqman. Bu begunoh odamni qamab, tuhmat qilgan kishi uchun jazo mana shu bo'ladi. Mana shu. Aslida men sharmanda bo'laman. Ham meni, ham o'zingni butun Misrga sharmanda-sharmisor qilding. Rodamon yoningga askarlarni olib, Zulayho aytgan barcha ayollarni yig'. Amenxotepni saroyiga boramiz. Men Zulayhodan ko'ra ko'proq aybdorman. Agar Amenxotep nega bu gunoh yigitni yillar davomida zindonda saqlaganimni so'rasa, qanday javob beraman? Unga nima deyman? Mimisabu, Nima bo'ldi? Firavn Amenxotep Zulayxoning bayramida qatnashgan Zulayxo xonim va boshqa aslzoda ayollarni saroyiga chaqirtiribdi. Qaysi ayollar? Qo'llarini kesgan ayollarchi? Fir'avn Amenxotep shuncha ayoldan nima xohlar ekan? Hazillashni bas qil. Aftidan u Yuzarsif nima uchun qamalganini va ayollarga uning qanday aloqasi borligini bilmoqchi. Agar Yuzarsif aybsiz ekanligi ma'lum bo'lsa, u ozod qilinadi. Umid qilaman. Men Yuzarsifning ozod qilinishini, Zulayho va Fivaning boshqa ayollari qattiq jazolanishini xohlardim. Umid qilamanki, Zulayho xonim Yuzarsifga qilgan barcha shafqatsizligi uchun badal to'laydi. Ankmahu hazratlari, Nima bo'ldi? Putifar saroyidagi soqchilar qo'mondoni Rodamon meni saroyimga kelib, xotinim Meritatenni olib ketdi. Nega? Siz unga ruxsat bermasligingiz Bu kerak. Amenxotepning buyrug'i ekan. Ular meni rafiqamni va Zulayxoni bayramida bo'lgan boshqa ayollarni Yuzarsifning ishida hibsga olishdi. Va Amenxotep saroyiga olib borishda iltimos qilaman, yordam bering menga. Buni Yuzarsifning ishi deyapsizmi? Hada. Ehtimol Amenxotep Yuzarsifni ozod qilgan va u qasos olish uchun ayollarni hibsga olinishini so'ragandir. Xotinim qutqarilishi uchun nima ish qilishim kerak? Meritaten ozod qilinadi. Xavotir olmang. Yuzarsif ozod qilinganmi yoki yo'qligini tezroq aniqlab keling. Yuzarsif ozod qilingan bo'lsa, tashvish boshlanadi. Ehtiyot chorasini ko'rib qo'yishim kerak. Nima bu? Nega ular Zulayho xonim va boshqa ayollarni saroyga olib ketishyapti? Men qayerdan bilay?
Ular zodagon ayollarga o'xshaydi. Bu juda g'alati. Bu safar kambag'allar o'rniga aslzoda ayollarni hibsga olishibdi. Menimcha, allaqachon shunday qilish kerak edi. Faqat kambag'allar jabr ko'raveradimi? Sen shu yerda kut. Uch kundan buyon bitta tushni ta'birini topolmayapmiz. Bu sharmandalik. Agar bugun Amenhotep tushini talqinini so'rasa, nima deb javob beraman? Tushni ta'bir qiladigan rohiblarim buning javobini topish o'rniga faqat yeb-ichib uxlashadi deymanmi? Ular o'z ishlarini bilmasliklari va tushni talqin qila olmasliklarini aytamanmi yoki? Bugun hech biringizdan ko'z uzmayman. Yo Amenhotepni tushini talqin qilasiz, yoki Amenhotep buni amalga oshirishdan oldin sizlarni o'zim o'ldiraman yoki surgun qilaman. Aniqmahu hazratlari. Sen yetmay turganding. Nima bo'ldi? Bugun Putifar, Zuleyxa xonim va bir guruh aslzoda ayollarni Amenhotep saroyiga olib ketdi. Xuddi ularni zindonga olib ketayotganda edi. Askarlar ularni qurshab olganda. Sababini bildingmi? Surishtirdim, lekin hech kim bilmas ekan. Ko'p yillar oldin siz Misrning zodagon ayollari va Yuzarsif o'rtasida bir qancha voqealar sodir bo'lgan ekan. Men bu voqealar haqida haqiqatni bilmoqchiman. Yuzarsif bilan uchrashganingizda nima bo'ldi? Bor haqiqatni ayting menga. Men siz bilan gaplashyapman. Tilingizni yutib yubordingizmi? Menga haqiqatni ayting. Biz Yuzarsifdan hech qanday yomonlik va fitnani ko'rmadik. Biz hech qachon Yuzarsif tufayli gunoh qilmaganmiz. Samoviy farishtani odobsizlik yoki axloqsizlikda ayblash mumkinmikin? Siz va Yuzarsif o'rtasida sodir bo'lgan voqeada kim aybdor ekanligini bilmoqchiman. U noto'g'ri ish qilmadimi? U gunoh qilmadimi? Zuleyxa javob berishi kerak. Yuzarsif bilan o'rtangizda bo'lgan voqeada kim aybdor edi? Sizlarmi yoki umi? Haqiqatni tagiga yetishga qaror qildim. Hech qanday yolg'onni jazosiz qoldirmasligimga ishonch hosil qiling. Siz bu ayollarning aniq e'tiroflariga guvoh bo'ldingiz. Shuning uchun menga faqat haqiqatni gapiring. Bugun haqiqat to'liq fosh etildi. Ko'p yillar davomida ba'zi odamlardan yashiringan haqiqat oshkor bo'ldi. Bu sir oshkor bo'lgan ekan. Achchiq haqiqatni tan olishdan boshqa choram qolmadi. Bu haqiqat men ko'p yillar davomida pok Yuzarsifga oshiq edim. Unga egalik qilishni va gunohkor munosabatlar o'rnatishni xohlardim. Ammo u poklikni tanladi va meni rad etdi. Istaklarimga bo'ysunmadi. To'g'ri, Yuzarsif sizning qulingiz edi va siz unga egalik qilishga qodir edingiz. Lekin turmush qurgan ayolsiz. Bunday gunohga haqli emas edingiz. Siz Amon ibodatxonasida Mabuda va Amonning rafiqasi hisoblanardingiz.
Amonning rafiqalari bunday gunohga yo'l qo'ymaydi. Shunday qilib, aybdor ekanligingizni tan olasiz. Fitnakor bo'lgansiz. Keyin Yuzarsifni begunoh holida zindonga tashladingiz. To'g'ri. O'z aybimni va Yuzarsifni aybsizligini tan olaman. Hammasi haqiqat. Mimi Sabu. Ha, labbay irodamon janob. Shu aravada zindonga Yuzarsifning yoniga bora olasanmi? Yuzarsifning yonigami? Albatta xocham, darrov boraman. Nima gap o'zi? Unga borib ayt. Zulayho xonim va misrlik zodagon ayollar Yuzarsifni aybsiz ekanligiga guvoh berishdi. Yaqinda ozod qilinadi. Qachon? Qachon ozod qilinadi u? Bilmayman. Yaqinda bo'lsa kerak. Qani shoshil. Mimi Sabuni Zavira zindoniga olib boring va tezroq qaytib keling. Tezroq. Chindan ham siz unga mahliyo bo'lib, adashib qo'lingizni kesib oldingiz-u, u sizga ahamiyat ham bermadimi? Ha, xuddi shunday bo'ldi. Hammamiz bilmay qo'limizni kesib oldik. Yuzarsif chindan ham juda pok yigit edi. U hech qachon bizning go'zalligimizga e'tibor ham bermagan. U bizning biror bir hiylamizga aldanmagan xonimim. Bunday yosh yigitning axloqi haqiqatdan ham hayratga soladi. Men u haqida ko'p narsalarni eshitgandim, biroq ishongim kelmaganda. Bunga ishonmayman. U inson axir. Avliyo emas. Nega bunday tengi yo'q yigitga qarshi fitna uyushtirdingiz? Nega bunday noyob marvaridni zindonga tashlatdingiz? Biz o'z aybimizni tan olamiz va Fir'avndan kechirim so'raymiz. Bizni afv qilishingizni so'raymiz. Mendan kechirim so'rayapsizlarmi? Yuzarsifdan kechirim so'rashingiz kerak. Uning shuncha umrini zindonda chiritdingiz. Siz ham aybdorsiz, janob Putifar. Siz uzoq yillar davomida Misrdagi barcha odamdan aql, idrok va adolatda ustun bo'lgan, hayosi va odob axloqi bilan noyob bo'lgan shunday yigitni zindonda saqladingiz. Bu aybni sodir qildim, ammo hech qanday izohim yo'q. Faqatgina mish-mish. G'iybatlarni oldini olish uchun eng yaxshi yo'l zindonga tashlash deb o'ylagandim. Baribir aybdor ekanligimni bilaman, hukmdorim. Agar ruxsat bersangiz, men ketmoqchi edim. O'zimni yaxshi his qilmayapman. E'tirozim yo'q. Ketishingiz mumkin. Ular haqida qaror qabul qilgunimcha, bu ayollarni saroyni vaqtinchalik hibsxonasiga olib boring. Qani ketdik. Sizga aytayapman, nega qarab turibsizlar? Tezroq qimirlanglar. Siz qaytishingiz mumkin. Qo'mondon Harimxo'p. Labbay hukmdorim.
Inarus bilan Zavira qamoqxonasiga boring. Yuzarsifga uning aybsizligi va axloqliligi isbotlanganligini ayting. Biz uni hurmat qilamiz va uni eng yaqin do'stlarimizdan biri deb bilamiz. Uni bu yerga hurmat bilan keltiring. Yuzarsif bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutyapman. Rodamonning aytishicha, Zulayxo va sizga qarshi fitna uyushtirgan boshqa misrlik ayollar o'z ayblarini tan olishibdi. Ular sizni har qanday ayblovdan oqlashibdi. Amenhotep sizni tez orada ozod qiladi. Men faqat Putifar unga hech qachon yashirincha xiyonat qilmaganimni bilishini va Fir'avn Amenhotep Yuzarsif xoin emasligini bilishini xohlardim. Ular xudo xoinlarga yolg'on bilan maqsadlariga erishishga hech qachon yo'l qo'ymasligini bilishlarini xohlardim. Yuzarsif, Misrlik ayollarga qanday qarshilik ko'rsatdingiz? Axir ular sizni mag'lub qila olmadilar. Men maqtanmayman. O'zimni xatosiz yoki begunoh deb hisoblamayman. Tanam meni boshqa odamlar singari yomon ishlarga majbur qilishi mumkin. Ammo Xudoyim menga rahim qildi va ayollar fitnasidan qutqardi. Yaratganim eng rahimdil, eng yaqin do'stdir. Qo'mondon Harimxobga salomlar. Sizga ham salomlar bo'lsin. Biz Yuzarsifni olishga keldik. Zindondan ozod bo'lish borasidagi shartingiz bajarildi. Zulayxa xonim va shaharning boshqa zodagon ayollari o'z ayblarini tan olishdi. Hozir qamoqdalar. Lekin men ularning jazolanishini xohlamadim. Fir'avn Amenhotep sizni sabrsizlik bilan kutmoqda. Sizsiz bu yerda bo'lish biz uchun juda ham qiyin. Siz nima qilamiz? Siz tufayli oilamiz va qarindoshlarimizdan ajralishni unutgan edik. Siz ketsangiz, biz yana yolg'iz va do'stsiz qolamiz. Har qanday vaziyatda ham Robbim sizlar bilan birga. Agar u yoningizda bo'lsa, qamoqdagi qiyinchilik va Yuzarsifdan ajralish sizga oson bo'ladi. Tez-tez sizlarni ko'rgani kelib turaman. Sizlarni aslo yolg'iz qoldirmayman. Yuzarsif mahbuslarga qanday muomala qildiki, uni shunchalik yaxshi ko'rib qolishdi. Rostgo'y Yuzarsif ularni do'sti, yo'lboshchisi va hamdardi edi. Amenhotepga aytingki, qamoqxona Yuzarsif tashlab qo'yilgan qabrga o'xshaydi. Unga aytingki, yo Yuzarsifni bizdan tortib olmasin, yoki u bilan birga bo'lishimizga ruxsat bersin. Sizlarga bir maslahat beraman. Agar siz uni tinglasangiz, halovat topasiz. Zindon bu tiriklar uchun qabr. Mahzunlar uchun uy, do'stlar uchun tajriba va sinov joyi. Zindon aybdorlar uchun pushaymonlik makoni. Do'stlarimiz zindon mashaqqati bilan qalblarini poklaydilar. Ular bu joyda kamol topadilar. Ular o'zlarini qabrdagidek bu yerga ko'mmaydilar.
Tez orada sizni ko'rgani kelaman. Sizni xotiringiz doimo qalbimizda bo'ladi. Xudo madadkor bo'lsin. Sizni yana ko'rishdan umidvormiz. Bizni Xudo unutmang. madadkor bo'lsin. Bizni unutmang. Bizni unutmang. Bizni unutmang. Xudo madadkor Xayr, bo'lsin. Yuzarsif. Xudoni o'zi O'zingizni madadkor ehtiyot bo'lsin. qiling. Sizni yana Xayr, ko'rishdan Yuzarsif. umidvormiz. Yaxshi boring. Yuzarsif hazratlari, bu taxtaravon sizga muntazir. Boshqalarning yelkasiga chiqishdan qo'rqaman. Ularga yuk bo'lish uchun emas, balki yelkasidagi yukni bartaraf qilishga kelganman. Xavotir olmang, yiqilmaysiz. Kim boshqalarning yelkasiga chiqsa, yiqilish uning muqarrar taqdiri bo'ladi. Men aravani afzal ko'raman. Siz nima desangiz shu. Yaxshi qoling. Yuzarsif hazratlari, meni aravamga chiqing. Sizni yaratganga topshirdim. Yaxshi qolinglar. Qani ketdik. Yuzarsif hazratlari, agar xohlasangiz, avval yuvinib, dam olib oling, kiyimingizni o'zgartiring. Keyin esa qirol Amenxotep huzuriga boramiz. Yaxshi. O'zim ham ularning huzuriga boqvoldi kirishni xohlamayman. U kim edi? Siz uni tanimaysizmi? U Yuzarsif. U Amenxotepning buyrug'i bilan zindondan ozod qilindi. Yuzarsif. Bu Yusufning misrcha ismi. Ha, xuddi shunday. Yusuf. Yusuf. Men uni topdim. Yusufni topdim. Xudo meni hech qachon kechirmasin. Men nima qildim? Holimga voy, bir payg'ambarni qul qilib sotdim. Qanday sharmandalik. Men uni topdim. Men Yusufni topdim. Yusuf. Yusuf. Boshimizga tushgan bu kulfatlar siz tufayli. O'zingizni ham, bizni ham sharmanda qildingiz. Meni ham boshimga nima kulfat tushgan bo'lsa, barchasi Yuzarsif tufayli. Ammo bu alamga, azobga chidayman. Men uchun yoqimli. Siz Putifarning yuzini yerga qaratdingiz. O'zingizni, bizni hammaga sharmanda qildingiz. Yuzarsifni, o'zingizni ham bizni zindonga tashlattirdingiz. Senga o'xshagan uyatsizni oshiq ham deb bo'lmaydi. Men
Men na sharmanda bo'lishdan uyalaman, na zindondan qo'rqaman. Qo'limdan sizlardan uzr so'rashdan boshqa hech narsa kelmaydi. Meni kechiringlar. Biror narsa qiling. Siz sharafni unutdingiz, ammo biz unday qila olmaymiz. Qo'riqchi bilan gaplashing. U bizni ozod qilish uchun Putifar bilan gaplashishi mumkin-ku. Xavotir olmang. Sizlarni bu yerda uzoq ushlab turishmaydi. Men aybdorman. Ular sizga hech narsa qilmaydi. Siz umrbod qamalishdan qo'rqmaysizmi? Uningsiz hamma joy men uchun zindon. Bu yerda yaxshi narsa shundaki, Yuzarsif uchun ko'p yillik zindon jazosini nimaligini yaxshiroq tushunaman. Zavira qamoqxonasi bu yerga qaraganda ancha jirkanch. Men uni yillardirki begunoh holda zindonda saqladim. Bunga qanday qo'lim borgan ekan? Men uni bolaligimda bir marta ko'rganman. Hozir qanday ko'rinishdaligini ham bilmayman. Qo'mondon Haremxo'p va Yuzarsif janoblari kirish uchun ijozat so'rashmoqda. Xuddi o'sha kungiday. O'sha kuni ham oldimda ta'zim qilmagan eding. Fir'avn Aminxotepga salomlar. Buyuk donishmand Yuzarsifga salomlar bo'lsin. Pok va go'zal qalbli Yuzarsifga salomlar. Misrning buyuk xonimiga salom. Esingdami Yuzarsif? Putifar bilan bu yerda otam Aminxotepning huzuriga tashrif buyurgan eding. Siz esa bo'ynimga Aminxotepning sovg'asini taqqan edingiz. Bir kun buyuk odam bo'lasan. Yuksak martaba, payg'ambarlik maqomi sohibi bo'lasan. Ayollar Yuzarsif haqida aytgan gaplarda nohaq emas ekanlar. U chindan ham chiroyli. Tushimning talqinini eshitganimdan beri siz bilan uchrashishni juda xohlardim. Sizning aybsizligingiz va pokligingiz haqida bilganimdan beri o'zimni aybdor his qilyapman. Siz kabi buyuk va dono inson mening hukmronligimda qanaqasiga zindonga tashlandi. Men siz tufayli Misr ayollarini qamoqqa tashladim. Fir'avnni qo'llab-quvvatlagani uchun juda minnatdorman. Lekin men Misr ayollarining jazolanishini yoki qamalishini xohlamayman.
Ulug'vorligingiz biz uchun sizning ma'naviy qadringizni oshiradi. Lekin ularning jazolanishlarini xohlayman. O'sha ayollarni keyinroq ozod qilamiz. Bolaligimdan siz haqingizda ko'p bor eshitganman. Lekin ko'rganlarim eshitganimdan ancha farqli ekan. Meni xijolat qilmang. O'zimni bunday iltifotlarga loyiq deb hisoblamayman. Anchadan buyon bir savol qiynaydi meni. Yuzarsif hazratlari, shularni qanday ta'bir qilasiz? Misrlik bashoratchilar tushlarni sehr jodu va maxsus vositalar yordamida talqin qilishadi bilsangiz. Tushning ichki ma'nosini tushuntirish bu. Xudoyim menga o'rgatgan bilim. O'zimdan hech nima qo'shmayman. U holda to'g'ri eshitgan ekanman. Siz Amun yoki boshqa Misr xudolariga sig'inmaysiz. Ha, shunday. Buni eshitganimdan juda mamnunman. Endi sizni ko'proq hurmat qila boshladim. Turli xudolar oldida sajda qilmasligingiz va Amun ibodatxonasining izdoshi emasligingiz maqtovga sazovordir. Chunki Firavun Amenhotep ham ibodatxona xudolariga aslo ishonmaydi. Men barcha zodagonlar huzurida Yuzarsif va ibodatxona ruhoniylari, bashoratchilari o'rtasida munozara o'tkazishga qaror qildim. Ularning mening tushimni talqin qila olmasliklari hammaga ma'lum bo'lishini istayman. Shubhasiz bu mag'lubiyat odamlarning Amon va boshqa xudolarga bo'lgan ishonchini butunlay chilparchin qiladi. Amon va ruhoniy ibodatxonalarining kuchi xalqni qo'llab-quvvatlashiga asoslanadi. Odamlarning rohiblarga bo'lgan ishonchini kamaytirish Amonning kuchini ham kamaytiradi. Inarus, Yuzarsif janoblariga xonasini ko'rsat. Karimxo'p, shaharning barcha zodagonlarini katta ziyofatga, munozaraga saroyga taklif qiling. Xo'p bo'ladi, janob oliylari. Umid qilamanki, kofir Ibroniy muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Aks holda o'zimizni og'ir mag'lubiyatga tayyorlashimiz darkor bo'ladi. Agar Amon Yuzarsifni yagona xudosi tomonidan mag'lub bo'lsa, bu barcha rohiblar va bashoratchilarni cho'pon qul tomonidan mag'lub bo'lganini bildiradi. Rohib hazratlari, saroy qo'mondoni siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Misr hukmdori Fir'avn Amenhotep 4-ning tushini talqin qilish uchun Ankmahu hazratlari va bashoratchilarni o'z saroyida kutmoqda. Darhol yetib borishingiz lozim ekan. Tushunarli. Boraverishingiz mumkin. Qanday kunlarga qoldik-a? Endi yoshgina bir bolani qarshisida ta'zim qilib, unga hisob berishimiz kam edi. Shuncha haqoratlari kammidi bizga? Sizlar nima qilyapsiz? Sizlardan nima foyda? Nega Amon va ibodatxonani sodiq xizmatchilari qobiliyatsizligingiz uchun badal to'lashlari kerak? Sizlarni mana shunday kunlar uchun shuncha yildan buyon boqdikmi, ha? Ibodatxona sizga muhtoj bo'lib turganda nega o'zingizni chetga olasiz? Misr xalqining hukmdori Fir'avn Amenhotep va uning oilasi ayonlari tashrif buyurmoqdalar.
Ruhoniylar, bashoratchilar, shahar zodagonlarini hammani saroyga taklif qilishimizdan murod tushimizni ta'bir qilgan yosh yigitni sinab ko'rish edi. Bugun biz hammamiz uning haqiqatni aytgani yoki yolg'on gapirganini ko'rib olamiz. Misrning dono hukmdori Aminxotepga salom. Putifar saroyda uzoq yillar xizmat qilganiga qaramay, Yuzarsif hali ham Misr hukmdori oldida ta'zim qilishni o'rganmagan. Bunga nima deysiz? Ehtimol o'nlab turli butlarga ta'zim qiladigan siz kabilar uchun ta'zim qilish odatiy holdir. Ammo men hozirgacha faqat bitta yaratganga ta'zim qildim. Umid qilamanki, Hazrati oliylari mening ta'zim qilmasligimni hurmatsizlik belgisi sifatida talqin qilmaydi. Ammo Misr saroyi urf-odati va zodagonlarining odob axloqida bu katta hurmatsizlik hisoblanadi. Agar oliy ruhoniy aytganidek, sen qanday qilib ta'zim qilishni bilganingda, Fivani go'zal ayollariga ta'zim qilarding va ko'p yillarni zindonda o'tkazmasding. Hammangiz bilasizki, ushbu yig'ilishni o'tkazishdan maqsadim yaqinda ko'rgan tushimning talqinini bilishdir. Misrning qobiliyatli donishmandlari shubhasiz tushimni to'g'ri talqin qiladi, ha? Rostini aytsam, yosh yigit Yuzarsifdan bunday narsa kutmayman. U bu tanlovga ishyoqmand edi va men unga o'z qobiliyatini sinab ko'rishga ruxsat berdim. Bu yerda yig'ilganlar qanday tush ko'rganim haqida eshitgan. Haq gap. To'g'ri. To'g'ri. Buni biz ham bilamiz. Rost. Biz ham eshitdik. Lekin yana bir bora takrorlamoqchiman.